Oyijon, qanaqa qilib siqilmaysiz? 3 ta bola bor. Ajrashish nima degani? Hech qayerga ajrashmaydi. Men bor ekanman, oxirigacha yashaysizlar. Xo'pmi? Yaxshiyamsiz borsiz, oyijon. Voy men qari, yig'lamoqchimisiz siz? Men qari. Yo'q. Boringda, hammomga kirib, bitta cho'milib, chiroyli bo'yanib, o'zingizga qarab ol. Mana bu yurishingizni qari. Erkak kishi uydan topmagan narsani ko'chadan qidiradi. Xo'pmi? Ahvolingizni qari. Yig'lamayman, oyijon, nimaga yig'layman? Siqilib ketdim. Bolalar ham adam qattala deb so'rab yotibdi. Assalomu alaykum. Voy jonim, meni lom-lom qizim, meni lom-lom. Qayerda yuribsizlar shunda issiqda? Ko'chada edik buva. Uy, semirib qoptimi bu? Ke. Orqa mahallaga o'tib ketdilaringmi yana buving ko'rmabdilar. Ha? O'sha to'nashyapti. Buva, oyim bilan adam ajrashmoqchi. Endi sen qoluvding shu gapni muhokama qilmagan. Kattalar ishiga aralashmagan, xo'pmi? Men bor ekanman, hech kim ajrashmaydi, xo'pmi? Xo'p. Adam ajrashsalar ham ko'zlari ko'r bo'ladi. Shahina. Shunda oyijonimni yo'qotib qo'yadilar. Voy, ona xotini. Ha? Chig'ich oyijon. Ko'p o'zingiz.